shu bo'ladi. Millionlar har oyda bir marta, ikki marta shu o'tkazib turamiz. Tashkilot ishlaydiganligi kattaroq kreditinglar bo'lsa, aka, misol TBCdan 40%, 50% kreditlar borki, o'sha kreditlarni bizda hozir yo'q berish chorasi ko'rilyapti-da, 28% kreditimiz chiqqan, nomi arzon kredit. O'sha arzon kreditni olsangiz, qo'lingizga pul bermaydi, o'sha oyligingizga qarab, u yoqdan 40 millionmi, 50 millionmi olingan bo'lsa, sizlarga endi hal qilishlarini aytaman-da. Misol 50 million olgan bo'lsangiz, TBCdan foizi 40% bo'lsa, bizdan 28% ga shuni beradi, 3 yilga, 4 yilga. Aqdiy kreditingizni olib beradi. Bizga to'lab berasiz. Misol sizda bo'lishi mumkin, sizda bo'lishi mumkin, sizda bo'lishi mumkin. Shunaqa yangiliklarimiz bor. Keyin 312 bo'yicha kreditlar beryapmiz aka. 312 siz bilasizmi, 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan yuqorisi garov evaziga ishlab chiqarishga beramiz tadbirkorlik. Foizi 22%, 5 yilga 2 yil imtiyozli davr bilan. Shu bu tadbirda ochiq muloqot bo'ladi. Kimni qanaqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Yangiliklarimiz hozir oylik kredit uzdan kredit beryapmiz. Xalq bankidan beradigan faqat 55 bo'yicha. U 17,5%, chorva, shu yo'nalishlar ko'p, chevarchilik bo'yicha hokim yordamchisining tavsiyasiga asosan berilyapti. Bu ham qanaqa biz sektor, o'zimiz sektorga bera olamiz xolos. Hozirda bizda 3-4 sektorlar bizga qaraydi. Qolgan sektorlar Xalq bank, Milliy bank bir-biriga bo'lib qo'ydi. 3 sektor qani? 3 bilan 4 hozir bizga bo'lib beriladi, oylik kredit. Mas'ul tomonidan biz oila kredit necha pulgacha? 17,5% aka, foizi summasi 100 milliongacha, 10 milliongacha plastikda shunaqa naqd beramiz qo'lingizga. 10 milliondan yuqorisi ta'minotchi bilan shartnoma qilishingiz kerak, uni ham. Ashuni siz respublikaga aytishingiz